Yo, mana oshqovoq topib oldim. Mana o'g'lim oshqovoqni. Yo, barchasi assalomu alaykum. Tarjima qilib bugungi videoda o'rmonga aylangan chiqdim qishlog'imdan. Yani o'rmonda nimalar bor ekan. O sumlardan avvalo qonni mashqasi ozgina yeb olamiz. Ona bo'ldim, noram yeb oldim. Короче, endi qishlog'imga borishim kerak edi. Qishlog'imga yetib olsam tezroq. Yo, nima bu? What? Men qishlog'im tomonda o'rmonlarda narsa yo'q edi deshmasam. To'g'ri ketyapman hozir. Bu qanaqa ruda? What the fuck? Bu qanaqa ruda bo'lishi mumkin? Mayli, ishimizga bu rudan bilan. Короче, qishlog'imga yetib oldimmi? What? Nima bu? Ko'k qishloq? What the fuck? Men qishlog'im adashmasam ko'kmas edi. Qanaqa qishloq bu? What? Qanaqa qishloq bo'lishi mumkin bu? Men qishlog'im adashmasam ko'kmas edi. Mana uylar men qishlog'imga o'xshar ketar ekan, lekin mening qishlog'im ko'kmas edi. Ana shu like bosganini qo'yinglar. Mening qishlog'im lekin ko'kmas edi. Mening uyimga o'xshar ekan, 3 katta bino ham. Mana mening qo'shnim uyidek o'xshar ekan. Menga qishloq ko'k qishloq. Mana uylarni sanaylik, men tomon 4 edi. 1, 2, 3, 4 ta qishloq. Yo, mana 4 ta qishloq. 4 ta uy, demoqchidan adashib ketdim. Uzr, nima? Fake kompot? Yo, fake kompot. Fake kompot qishlog'imda. Yo, fake kompot qishloq ekan. Yo, masalan, bugungi videoda mana uni qilishni o'rgatamiz. Mana shularni ishlatishni o'rgataman bugungi videoda. Mana fake kompot video olyapman valloh. Video olyapti adashmasam. Короче, mana bu qanaqadir video olyaptim. Mana eshitilmayapti betdan. Mana mening uyim va mana bu qo'shniga o'xshatgan orqa tomonda uylar bor. Men qishlog'imda edik. Mana qanaqa fake kompot qishlog'im, qishloqlar ham ko'k kiyim kiyib olgan. Yo, qanaqadir ko'k kiyimga qilishni harakatini qarshi olamiz. Tashlanib qolishmasin agar. Men tanishmaydi axir. Fake kompot bor ekan bu yerda. Yo, fake kompot bor ekan. Fake kompot gapirishadi qishlog'im bilan. Nima deyishyapti ekan? Qishlog'im, men videomga qatnashib beraversam. Men qatnashib beraman. Ana video olyapti. Qurilmani ishlatish haqida video olyapti. Shu qurilmani ishlatishni o'rgatsam, bu milliarder bo'ladi, ya'ni prosmotr juda ham ko'p yeydi. Ammo video hech chiqmaydi. Kerak. Men hozir videoga qatnashaman. Nima o'zgartiramiz mumkin? Albatta. Videoga qatnashmoqchiman. Da, roziman. Videoni qiziqarli qilib montaj qilib beraman. Montaj qilishni bilaman axir. Nimadir gaplashyaptilar. Mayli. Mana qurilma, mana uyda moslashgan. Bu qanaqa qurilma bo'lishi mumkin onachilar? Sizlar bilsanglar kommentga yozib qoldiringlar, bu qanaqa qurilma. Voy. Mana o'ldiram ekan bu qani? Ketishdi qishlog'imlar juda. Juda qishlog'imlar videoni izlashmasam gaplashib turadi. Yo, mana ikkita qishloq meni ko'rib oladi deb sal qoldi. Betim 5 ta oshqovoq kiyib yursam-chi agar oshqovoq kiyib yurishga qilarsam, voy, yechib olamiz. Yuralim kechmay ko'rmayapman oshqovoqda. Короче, uni jambot kamerasi. Onachilar men ketdan e'tirofda kechqurun bo'lishini kutaman. Keyin ko'zini chiqaraman. Qurilmani o'rganaman. Ketdim, aytib yashab turaman. Mana o'nashib kechqurun ham tushdi. O'zimga apnota brazet kiyib oldim. 3 ta ham oldim, kilcha va qilich. Короче, mana sen kompot adashmasam uxlayapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Qishloqlar uxlamasligi ham mumkin.
Qishloqlar uxlamayapti. Shekilli uxlayotgan bo'lsa kerak qishloqlar ham. Ana, okey. Yo'q, fake kompyuter uxlayapti. Mana qurilmani nimaligini bilish kerak. Короче, mana ona shira fake kompyuter kamerasi yo'q axir. Davay, mendek oldiga kiramiz kamera va uni sindiramiz kamerani. Mana o'nicha kamerani sindirib oldik. Yaxshi. Endi mana buni nima mana? Bo'ldi, nima bo'ldi sindirib ko'ramiz qanaqa kelganini. Davay. Sinmayapti, mana simdan urib ko'rdikchi. Endi simlar uzilyapti. Simdan kesamiz ana shu. Simdan mana uy ulangan ekan. Hali kesamiz davay. İçinde nimadir bor. Kod so'rayapti. Mana qanaqa kod? 1 2 3 deb yozib ko'raman. Yo'q, 1 2 3 emas. Nima bo'lishi mumkin paroli? Yo'q, qishloq ko'rib qoldi. Yo'q, men qishloqqa yo'q, qishloqqa ushi. Sen kimsan? Yo'qol qishlog'imizdan. Yo'q, men o'ldirdim mana. Mana bu oxir so'zni aytishib ulgurdi. Mana sindirib ko'ramiz ishini davay sindirib ko'ramiz davay. Sindirib bo'lmaydi. Avtomatni ochishga harakat qilamiz hozir. Ana 1 2 3 o'tamiz. Bo'lmadi qani kilkada yana 1 2 3 deb yozib ko'ramiz. Bo'lmadi. 1 4 5 yozib ko'ramiz. Yo'q, bo'lmadi. Yo'q, qishloqlar. Yo'q, men ot tashaman. Yo'q, o'ldiramiz. Men dedim. Chavonni. Ha, mayli. Yo'qmaydi. Böyle honetdi. Sklat bor. Yo'qmaydi. Menda kamera olgan qoch. Hani uyga kira olishga sizga kamera ko'rsangiz burda turibdi. Bo'ldi, kamera bor ekan, o'rdi men ko'rib borishmasin. Yana men sklatga ona shu sal qoldi kamera ko'rib olishiga. İşinden çıkarayımız. Geçeyim yok mu? Kanı yok. Geçeyim. Gerçi ben usandım. O man kanalı diyor. 13. kuşağını öldürüş için narsalar. Yok ne mi? Bunların 13. kuşağını potladı. Bir drog gibi uğrap çıkmak benim. What the fuck? Bu nasıl bu oyundan işte? Ben de uzdan görsem ağzı internetten olamaz. Mana endi qurollardan olamiz. Qurollarni ham, orужияларni qo'yib chiqamiz. Endi uni qishlog'ini yo'q tashamayapman. Qishloqda kelib, hammasini bilib oldim. Men qishlog'im yo'q qilmoqchi ular. Oltin olmadan emas. Endi ularni yo'qladim. Mana shu orужиyadan. O'zim sinab berishimda. O'qiyamiz qani qoch uxla. Yondirib tashlayman hammani. O'sha yondirib tashlayman hammani. Gapirishga ulgurishmaysan. Keluvchi hammani orужияda yo'qlaman endi. Keluvchi Ona qishloqlar to'planibdi. Mana qishloqlar to'planib olishib ketdi. Mana meni kelib turib, qani ko'rmayapti. Qani orужие sinab berdi, ot o'ldiramiz ularni. Ya hammanga Yo'q, zo'r mo'ljalga olaman onachilarni. Tinib qo'yamiz endi bu qishloqni potlatib tashlaymiz. Davay, tinib qo'y, davay. Bu qishloqni endi potlatib tashlaymiz. Turgan ishlaymiz deydi. Yarish qoch, tinib potlating. Potladi, tinib ham. Qishloqqa yo'lmadi. Mana yo'q boramiz qishloqni. Ana unisi o'ldiramiz. Yaxshi, mana uyingiz yo'q boramiz qani yon. Daraxtsan axir yonasan, ko'kka qanaqa daraxt. Mayli, ana katta potlab berakan. Normalniy. Uyni yarmi potlamabdi qani tantala qo'yamiz, degan tantala qo'yamiz. Ishini potlatamiz. Ana tanti yo'qamiz va qochamiz onachilar. Qoch. Mana nihoyat qochdim. Mana potladi. Ichida nima bu? What? Nimaning tushunsa kamida yozib qoldi. Men narsani tushunmayman. Kompyuter
Nazdan sandıkqa so'rsam, fekkan bu ta'lluq qilmagan. Sandık nasıl joylayapti? Raketa odam tutgan pot, ya'ni fekkan bu uyga. U mana potlar raketa. Qani fekkan pot o'ldi. Mana o'ldirdim fekkan potni. Endi o'sha uning qishlog'ini potlatish qoldi. Mana bu kameralar jonga tegyordi. Uni potlatamiz, qoch, potlatdi. O'mayo! Potladi. Fekkan potni sandig'i. Sekin o'tib, ochiramiz va etti Zumradni men sandig'im bilan boshqardi. Telefon va nima bu TNT 20X. Qishloqning o'rtasiga qo'ysa, butun qishloqni yo'q qiladi mening qishlog'imni. O'rtasi portlab ketgan uchun chekkarog'iga qo'yamiz. Qani qoch hozir. Betdan meni portlatib o'ldirib yuborishim uchun uzoqqa qochamiz. Yaxshi, uzoqqa qochib qolmasa meni portlatadi. Qaranglar, o'rtasini portlatsa butun qishloqni yo'q qiladi bu. Va shu qishloqni yo'q qilmoqchi edi. Endi o'zim qishloq yo'q bo'lyapti. Mana uyni portlatamiz. Axir hamma uy tirik qolmasligi kerak. Va uni ham yoqamiz va qochdi. Laj bosib qo'yinglar. Shuncha mehnat qilyapman. Uni ham bo'linglar. Mana portladi, voy. Yomon portladi. Mana ikkita uy ham qolib ketdi. Ularni ham hozir portlataman. Tanto oldim mana. Ana ular ham tirik qolmaydi, uylar ham. Barcha uylar tirik qolmaydi. Ana portlatdi, bo'ldi. Barcha uy portlatadi deshmasam. Kerak. Hayır, sizlarga bu tarjima o'zib bo'ldi. Bu ham Kampot, ya'ni fake Kampot qishloqni yo'q qilib tashladi. Yani bilmadim, fake Kampot yo'q bo'ldimi yoki yo'q bo'lmadimi. Adashsam uni o'ldirdim. Kerak, endi o'zim qishlog'imga ham topib borib